Sen xotiningni erkalashingga yarasholmaymiz, ammo ish bolalar o'yini emas. O'zing bilasan, uning atir yarachish uslubi Fungdan oilasidan yaxshi emas, to'g'rimi? Yirik loyihani qanday qilib o'zi yolg'iz olsin? Bu loyihani men o'zim yolg'iz oldim. Buni qabul qilmayman. Modomiki shunchalik iqtidorli ekansiz, men bilan belashishga jur'ating yetadimi? Atir tayyorlaymiz. Agar sen yetsang, biz boshqa umuman aralashmaymiz. Atir turlarini ham ajrata olmaysan, o'qanni qabul qilchi ko'ramiz. Yaxshi, nima qilamiz? Kim ko'zini bog'langan holda atir dunyosining klassikasi bo'lmish maftunkor atirni birinchi bo'lib tayyorlaydi. Bu atirning hidini hamma taniydi, ammo yutqazgan odam tiz cho'kib hech nimaga yaramasligini tan oladi va tan oilasida boshni egib yashaydi. Roninya endi tan oilasiga hammaning sen bilan oramizdagi farqni ko'rishni ta'minlaydi. Yonni sen bilan uni shuni bekor qilib menga uylanganiga shukr qiladi. Opa, taslim bo'lish uchun hali ham kech emas. Keyin tiz cho'kib yig'lab o'tirma. Juda yetga qolasan. Ziravorni ham ajrata olmaydigan aqling bilan menga qarshi chiqma. Hali ham o'chirsan, a? Yo'lli, boshlashing mumkin. Vaqt bo'ldi. Boshlang. Bu atirni 10 martadan ko'p tayyorlaganman. Roningga aslo yutqazmayman. Tez bo'lmasa. Xitoy va Yevropa uslubidagi atirni ham tayyorlay olyapti. Ronina, Fung oilasida shuncha payt qobiliyatlaringni qanday yashirib kelding? Tayyorladim. Qanday qilib bunday tez bo'lishi mumkin? Yoki g'arramni qildingmi? Bu hid maftunkor atirning xuddi o'zi. Darhaqiqat xuddi o'zi. Bu aqlli bovar qilmas holat. Pocham senga yordam berdimi? Hammaning ko'z o'ngida yutqazding. Shunaqasam qila olmaysanmi? Bobo, kechirasiz. Shunchaki bu atirni opam tayyorlaganiga ishona olmayapman xolos. So'zingda turish vaqti kelmadimi? Ammo yutqazgan odam tiz cho'kib hech nimaga yaramasligini tan oladi va tan oilasini boshini egib yashaydi. Ha, tan olishmi? Yo'q. Tiz cho'kmayman. Bolaligimdan beri umuman atirxonasiga kirmagansan. Sen bu aniq fitna. Jarohatlandingizmi?